Assalomu alaykum. Azizlar, dehqonchilik mahsulotlari pishishni boshladi. Ming afsus, ayrim dehqonlarimiz kimyoviy moddalardan ko'p foydalanish oqibatida bu odamlarning orasida zaharlanish, ya'ni otravleniyani yuzaga chiqarishni boshlaydi. Endi zaharlanib bo'lgan bo'lsanglar, ham qayt qilyapsizlar, ham ichingizga ketyaptimi, uni to'xtatishning zo'r usuli bor. Video davomida ko'rasiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, manfaatli bo'ladi. Assalomu alaykum. Novot solamiz. Endi ustidan kichkina qoshiqda to'ldirib ko'k choy solamiz. Qaynagan suvni solib, bu 5 daqiqa turadi. Keyin buni maxsus shu dokadami, setkadami boshqa piyolaga o'tkazib olamiz. Shamalarini, ortiqcha novotlarini ajratib olamizda, ana u iligan tayyor ko'k choyli novot suvga mana bu novakaynni sovoramiz. Aralashtirib ichib olamiz. Demak, azizlar, otravleniya bo'lmasligi uchun, mana shunaqa oziq-ovqatdan zaharlanish holatlari bo'lmasligi uchun oldini olish eng zo'r yo'li qulplan yeb bo'ldinglarmi, qon tarvuz yeb bo'ldinglarmi, orqasidan bir piyola achchiqqina ko'k choy ichib olish yoki bo'lmasa qora choy. Yosh bolalarga yarim piyola illiq qora choymi, ko'k choyga lekin ketadigan yo'q. Ichirib borsanglar, o'shani oldini olgan bo'lasizlar. To'g'ri, bizga o'xshagan qishloq joyda turadiganlar, xudo uchun oshqozonlar baquvvat, hazm qilib olamiz. Shahardagilarga biroz qiyinroq. O'shaning uchun shahardagilarga jo'natib qo'yamiz bu videoni o'rtoqlar.